2 oy oldin bemorimiz qulog'iga parda qo'yib berganmiz. Alhamdulillah quloq pardalari juda yaxshi holatda bityapti. Qon tomirlari bilan ta'minlanib, уже eshitishlaringiz qanaqa o'zgardi? Yaxshi. Yaxshi eshityapsizmi? Hozir tekshirib ko'ramiz. Operatsiya bo'lgan quloqni ochiq turadi. Operatsiya bo'lmagan quloqni yopib olasiz. Keyin son aytaman, orqamdan qaytarishingiz kerak. Bu qo'lingiz bilan yopib oling bu qulog'ingizni. 26 26 75 75 84 84 103 208 97 97. Yaxshi, zo'r. O'zi 5 metr masofadan bemalol yaxshi eshityapsiz. Eshishlaringiz yaxshi, zo'r. Rahmat, tanjaningiz sog' bo'lsin. Sog' bo'ling. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Ancha xursandmisiz? Xursandman. Yaxshi. Og'riq bo'lmadimi hech qanaqa? Yo'q, og'riq bo'lmadi, yaxshi. Yaxshi bo'ldimi? Ha, operatsiya ham zo'r bo'ldi. Ikkinchi quloqni ham inshaalloh qilib beramiz 2-3 oyda. O'zi ikkita quloq bir vaqtda qilinmaydi. Ikkinchi quloqlarni ham teshik inshaalloh qilib beramiz. O'zingiz ehtiyot qiling, sog' bo'ling, salomat bo'ling.